Assalomu alaykum narpayliklar. Bog'bon agromarketining filiali Narpay tumani Mirbozor shaharchasida ochilgan edi 1 oy oldin. Bugungi kunga kelib biz mahsulotlarimizni sonini ko'paytirdik. Keling sizlar bilan mahsulotlarimizni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda eslatib o'tishim kerakki, mana ustachilikka, hunarmandchilikka, bog'bonchilikka, dehqonchilikka mahsulotlarimiz yetib keldi. Mana bizda svarka apparatlarimiz yetib keldi. Ustalarga kerak bo'ladigan sho'rpeyorlarimiz yetib keldi. Har xil naborlarimiz yetib keldi. Lobziklarimiz yetib keldi, bolgarkalarimiz keldi mana. Bugungi kunga kelib mana dehqonlarga kerakli bo'ladigan suv nasoslarimiz yetib keldi. Ustalarga kerak bo'ladigan katta chamadonli naborlarimiz ham yetib keldi. Qolgan mahsulotlarimizdan tashqari qolgan yana mahsulotlarimiz ko'p. Bog'chilikni boshlab to rivojlantirayotgan darajagacha bo'lgan mahsulotlarimiz bor. Manzilimiz Narpay tumani Mirbozor shaharchasida joylashgan Odilbek to'yxonasining yonidagi Bog'bon agromarketiga murojaat qiling.